Assalomu alaykum, go'zal muslimalarim. Bugun sizlar bilan yana bir ajoyib murakkab bichimdagi libosimizni modellashtirish darsligini o'rganamiz. Buning uchun bizga asos andoza kerak bo'ladi. Asos andoza men har doim Müller's metodikasini asos andozasidan foydalanaman. Bu juda ham qulay va aniq hisob-kitoblarga asoslanganligi uchun barcha liboslarimiz professional bo'lib chiqadi. Bizning Gulnoz School o'quv markazimizda onlayn va offlayn o'quv kurslarimizning barchasi Müller metodikasi bo'yicha olib boriladi va tikuvchilikning barcha yo'nalish bo'yicha biz o'quv kurslarimiz bor. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Demak, mavzuga qaytamiz. Bizga orqa va oldi asos andozalarimiz kerak bo'ladi va biz andozalarimizni modellashtiramiz. Buning uchun birinchi bo'lib oldi asosni olamiz va yelka vitichkani ko'chiramiz. Buning uchun ko'krak ostidan to'g'ri chiziqni ko'krak markazigacha yetkazib olib boramiz va bunday qilib yelka vitichkani ko'krak ostiga ko'chirib olamiz. Mana ko'chirib oldik. Oshiqchasini kesib tashlaymiz. Mana ko'chirib tashlaganimizdan keyin xuddi mana shu holatda orqasini ham aniq ko'chiramiz. Yelka vitichkamizni yaxshilab. Mana shunday holatga keltirib olamiz va endi buni modellashtirishni boshlaymiz. Bukilov tarafini tekis qilib qo'yib olamiz. Bizga yeng uzunligi kerak bo'ladi. Men masshtabli lineykada tayyorlangan shablonlardan foydalanaman. Siz katta andozada tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Mana tayyorlab oldim va mana shu yelka qiyaligi bo'yicha davom ettiramiz. Yaxshilab e'tibor berib turamiz. Yelka qiyaligiga yeng uzunligini qo'shib olamiz. Bizda yeng uzunligi 60 cm bo'lsa, mana shunday qilib davom ettiramiz yelka qiyaligi bo'yicha. Va davom ettirgan holatimizda bu yerdan 90 gradusda tushirib olamiz. Va yelkadan ozgina yuqoriga ko'tarilgan holatda o'zidan chiqqan yengga moslashtirib olamiz. Va endi mana bu yelkadan ichkari tarafga 3 cm ziljitib olamiz va ziljitgan nuqtamizdan chiroyli forma berib mana bunday holatda mana shakl berib olamiz va kesamiz. Bu tarafidan orqani ham tayyorlab olaman. Tayyorlayman. Rangli qog'ozdan tayyorlaganimizda qizlar qayerda modellashtirganimizni, qayerga o'zgartirishlar kiritganligimiz aniq chiqadi. Shuning uchun rangli qog'ozdan foydalanaman men. Unda ham xuddi shunaqa holatda yelkadan davom etkizib, mana yelkadan, xo'p, bunaqasiga qilaman ekan.
Mana. Va bu tugagan joydan 90 gradusda, 90 gradusda va razmerini orqa bilan bir xil qilamiz. Orqamizni necha qilgan bo'lsak, oldimizni ham xuddi shunaqa holatda qilamiz. Bu yeri o'zingizlar xohlashinglar, xohlasanglar kattaroq qilib rezinali qilinglar, xohlaganlarcha va beldan yuqoriga ham oldida necha santimetr qilgan bo'lsak, xuddi shunaqa holatda qilamiz va qo'ltiq osti shaklini ham bir xilda qilib olamiz. Mana. Va 3 santimetr ichkariga kiramiz. Shakl beramiz. Xohlasanglar bu shaklda sizlarni modelinglarda bu ichkariroqqa bo'lsa, xohlasanglar bunaqa holatda qilishinglar ham mumkin. Bu xohishinglar o'zgartirish kiritishinglar mumkin. Bu yerini ham mana hozir men sal sayozroq qilgan bo'lsam, sizlar bemalol o'zingizlar shakl berishinglar mumkin. Mana va qiyib olamiz. Orqadan boshlayman. Mana. Tanani alohida olamiz. Vitichkalar o'z holiga qoladi. Yengil qilamiz. Mana bu orqaniki. Endi oldini qo'yamiz. Bu yoqqa kelamiz va bir xilda bo'lsin qizlar, orqa, oldi figura. Hozir men bostirmadim. Sizlarga ko'rsatish uchun bu, shuning uchun bu yoqqa kerak emas bizga. Chiqarib yuborsak ham bo'ladi. Endi adashib ketmaslik uchun yozib olamiz. Oldi va mana bu holatda orqa. Endi yaxshilab e'tibor beramiz qizlar. Istasanglar bu yengda alohida olib turamiz. Birinchi tana haqida gaplashamiz va davom etamiz. Istasanglar bu yerdan kaketga hosil qilishinglar mumkin. Shunaqa model ham bor. Istasanglar bizda so'ragan qizlarimiz primoyni so'ragan. Buni bu yerga vitichka qilsanglar figurasi yana ham chiroyli chiqadi. Kichik vitichka qilishinglar ham mumkin qizlar. Demak, bu asosimiz xuddi shunday hamma joyga chiroyli qilib chok baholarini berib tayyorlab olamiz. Matoga qo'yganimizda bu buklovda bo'ladi va bemalol atrofiga chok baholarini qo'shib va chiroyli qilib tayyorlab olishimiz mumkin. Mana hamma joyiga chiroyli qilib qilamiz. Orqa ham xuddi shunday holatda. Endi yengimiz biz zborkali bo'ladi. Shuning uchun yelka tarafdan yengni pastki tarafga qaratib to'g'ri chiziqlar chiqarib olamiz. Va bu tarafga qaragan chiziqlar. Shunaqa holatda chizib olamiz. Va tayyorlaymiz. Bunday qilib
Qizlar, men videoni uzmasdan qo'yib beraman sizlarga. Nimaga bilasizlarmi? Juda ko'p endi boshlayotgan tikuvchilar, professional bo'lmagan tikuvchilar uzib qo'yishi mumkin. Mana bunaqa holatlarda qog'oz qimirlashi mumkin yoki boshqa joylarini montajda qo'ymaydi. Internetga chiroyli chiqishi uchun, internetda chiroyli ko'rinish uchun qo'yishmaydi. Lekin men hammasini qo'yib chiqaman, sababi hammada ham xato bo'ladi. Hammada ham nima deydi? Adashmovchilik bo'lishi mumkin ekanligini sizlarga ko'rsatish uchun men xuddi shunaqa qanday jarayonda qilgan bo'lsam, sizlarga ham xuddi mana shunaqa jarayonda tayyorlab o'rgataman. Mana eng tepasi, yengimiz eng tepa qismi, menga shunaqasi udobniy bo'lgan, shunaqasiga qo'ydim va buni endi buklovda bo'ladi, tepasida choki bo'lmaydi. Endi mana shu yerga e'tibor beramiz. Qizlar, mana bu yerni hozir men kesib oldim, uzib oldim. Hech qasi yo'q, buni hech narsa nimasi yo'q. Har bittasini mana orasini ochamiz u, har bittasini orasini ochganimizda hammasini masofasi bir xilda bo'lsa, bir xilda hamma joyga zborka tushadi. Mana tushadi. Endi sizlar hozir bu yengda mana bittasida men orqani tayyorlayapman. Orqani tayyorlaganimda qarasanglar, mana manjet qismiga men kenglik bermadim. Faqatgina libosga tikiladigan joyiga kenglik berdim. Mana o'ngini ko'rsataman. Mana yengimiz mana shu holatda bo'ldi. Lekin siz agar mana bu joyiga ham xohlasangiz manjet, xohlasangiz rezinka tayyorlamoqchi bo'lsangiz, buni ham o'zingiz istagan kenglikda ochishingiz mumkin. Endi buni to'g'rilaymiz. Mana to'g'rilab olamiz va bu qismiga ham qizlar zborkani haqqi uchun 2-3 sm qo'shimcha qo'shib, chiroyli qilib mana sayqallab olamiz. Va mana chokni matoga qo'yganimizda beramiz. Demak, bu orqa qismimiz. Endi oldi qismimizga mana shu manjet tarafini ham ochgan holatda ko'rsatib beraman sizlarga. Har xil bitta darsda o'zida sizlarga 2-3 xildagi ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Bunday bo'lsa nima bo'ladi? Bunday nima bo'lsa bo'ladi degan savollaringizga javob olishinglar uchun. Mana demak, bu orqamiz bo'lsa, mana qizlar, mana buni zborka tortganimizda polniy qanchalik katta ochsak, shuncha ko'p zborka bo'ladi. Mana bunday holatda yengimiz tayyor bo'ladi. Mana bu zborka tortganda yig'ishtirilgan hisobiga tepaga ko'tarilish bo'ladi. Shuning uchun tepasiga 2-3 sm qo'shimcha haq qo'shib tayyorladik. Endi oldi qismini tayyorlaymiz va buni raqamlab olamiz. 1, 2, 3 va 4-chi. Chunki buni manjet qismini ham uzib olib tashlaymiz shu sababdan. Mana bittalab kesib olyapman. Mana shu yerga qo'yamiz adashmasligim uchun. Va har birini yaxshilab kiliklab chiqamiz. Buni ham yuqori qismi buklovda bo'ladi. Yengni tepa qismida chok bo'lmaganligi sababli. Boshladik. Bir xilda. Mana. Endi o'lchaymiz. Har bittasini orasini tepadan 5, pastdan 2 qilishimiz mumkin. Qolgani o'zingizlarda naqaylarga bog'liq narsa. Xo'p, 5 sm qildim va etak qismidan mana 2 sm qildim va shuni kiliklaymiz. Demak, davom ettiramiz. Manjet qismiga ham, pastki qismiga ham kenglik beryapmiz. Pasti teng bo'ladi. Mana shunaqa qishayishi mumkin, noto'g'ri yopishib qolishi mumkin, hammada bo'ladi bu qizlar. Ustozlarda bittada hammasi zo'r chiqyapti, meniki unaqa chiqmayapti degan narsa bo'lmasin. Bu yog'ini ham xuddi shunaqa.
kenglik berdik. Oxirigisini ham mana o'lchamabman, mayli uni. Mana shu menimcha to'g'ri chiqadi. O'lchab qo'yaman. Mana bu to'g'ri ekan. Mana точно 5 sm 2 sm. Demak, bunda yana ozgina boshqacha model tayyorladik. Kesamiz. Sizlar avval tekislab olib, keyin kesganinglar ma'qul. Professional bo'lguninglarcha. Bu yoqqa ham 2-3 sm. 3 o'zi normal. Qo'shimcha haq qo'shamiz. Tayyorlaymiz. Demak, bu oldiniki. Oldiga yana ham zborkamiz ko'p bo'ldi. Mana. Bu bukilovda va bu yoq zborka haqqi. Mana orqaga manjet qismi oddiy, oldida manjet qismi rezinali yoki manjet berib ishlov beradigan holatga tayyor qildik. Demak, bugungi modelimizni xuddi shunaqa holatda modellashtirib bitishinglar mumkin. Qizlar, videoni ko'proq yaqinlarga tarqatishingizni va videoni ko'rganinglarga albatta men duo qilib, like bosib qo'yishinglar iltimos qilaman. Keyin yana sizlarga bundan ham qimmatli, bundan ham professional bilimlar berishga menda ishtiyoq, energiya bo'ladi. Sog' va salomat bo'linglar.